Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun matematika o'qitish metodikasi fanidan tenglik va tengsizliklarni o'rgatish metodikasi bilan tanishtirish mavzusida dars mashg'ulotlarini olib boramiz. Mavzumizning rejasi quyidagilardan iborat. Sodda tenglamalarni o'rgatish metodikasi, tenglama tuzilishi turlari hamda tenglamalar yechish metodikasi. Birinchi rejamiz sonli tenglik va tengsizliklarni o'qitish metodikasini tushuntirsak. Yangi dastur bo'yicha sonlarni taqqoslash, ifodalarning katta, kichik yoki teng ekanligini munosabatlarini berish darsimizning asosiy tanishtirish uchun muhim o'rin egallaydi. Ikkita teng son yoki ikkita qiymatlar teng bo'lsa, ular orasiga teng belgisi qo'yiladi. Shuningdek, ikkita son yoki ikki ifoda ularning qiymatlari teng bo'lmasa, ular orasida tengsizlik belgisi qo'yiladi. Shuningdek, eng avvalo o'quvchilarga tenglik va tengsizliklar haqida tushuncha berish kerak. Tenglik va tengsizliklar bilan tanishtirish sonlarni raqamlash, arifmetik amallar bilan bog'langan. Sonlarni taqqoslash eng avvalo birinchi sinfda boshlab tushuntiriladi. Masalan, 10 ichida, 100 ichida, 1000 ichida sonlarni raqamlash, taqqoslash quyi sinflarda tenglik, tengsizlik tushunchalari keltirilib o'tiladi. Misol bilan ko'rsak, 75 katta 48 dan degani 7 ta o'nlik, 4 ta o'nlikdan katta degan mazmunda tushuntiriladi. Ikkinchi rejamizga qaytsak, tenglamalar o'qitish metodikasi. Boshlang'ich sinf dasturida 7 qo'shilgan x teng 10, x ayrilgan 3 teng 10, x ko'paytirilgan qavs ichida 7 ayrilgan 10 tenglik 70 kabi birinchi darajali noma'lum tenglamalar tushuntirilib boriladi. Bu tenglamalar yechish amalda qatnashayotgan harfning shunday qiymatini topish kerakki, uni tenglamaga qo'yganda misolimiz to'g'ri chiqishi kerak. Demak, ikkinchi rejamizda sodda masalalarni ko'rib chiqsak, tayyorlov bosqichida 10 ichida qo'shish va ayrishdagi noma'lum komponentga doir. Misol, 4 qo'shilgan x barobar 6, 5 ayrilgan x barobar 2 kabi sodda tenglamalar ko'rib chiqiladi. Boshlang'ich sinfda tenglamaning ta'rifi, yechimi kabi ta'rif va tushunchalar berilmaydi. Faqat tenglamalarni o'qish, yozish, ma'lum komponentlarni topish tushunchalari bilan tanishadilar. Tenglamalarning o'qitish birinchi qadamdayoq noma'lumning o'rniga qo'yish bilan tenglikni tekshirishda o'rgatilib boriladi. Ikkinchi sinfda ulardan murakkabroq tenglama x qo'shilgan 10, x qo'shilgan 45 kabi tenglamalar yechib borishadi. 4-sinfda ko'p xonali sonlar bilan birgalikda 4 amalga doir tenglamalar ham o'rganiladi. 2-sinfdan boshlab a qo'shilgan 26 katta 30 dan, a qo'shilgan 26 teng 30 ga kabi ifodalar, ya'ni tengsizliklarga tushuntirilib boradi. 3-rejamiz o'zgaruvchili tengsizliklarni o'qitish metodikasiga qarasak. X qo'shilgan 3 katta 7, 10 ayrilgan x katta 5 kabi o'zgaruvchi tengsizliklar 2-sinfda o'qitiladi. Lekin 1-sinfdayoq bunga tayyorgarlik mashqlari o'tkaziladi. Misol, x katta 0, 6 qo'shilgan 4 katta 7 dan kabi tengsizliklar 2-sinfdan boshlab x bilan belgilanib o'rgatib boriladi. Tengsizliklarni yechish, tenglikni yechish atamalari boshlang'ich sinfda kiritilmaydi. Faqat ularning o'rniga sonlarni qo'shish, to'g'ri yoki noto'g'ri tenglik, tengsizliklar hosil qilish tushuntiriladi. Misol uchun, 7 ayrilgan x katta 70 tengsizlikni x ning qaysi qiymatlari
o'rinli. Eng avvalo o'qituvchi xning qaysi qiymatlari teng hosil bo'lishini so'raydi. Bunda x barobar 10 javobi bo'ladi. Shunda o'quvchilar xning o'rniga qo'yilgan qiymatni tushunib boradilar. 4-rejamiz. Tenglamalar yordamida masalalar yechish. Misollar bilan birgalikda matnli masalalar tenglamali yordamida yechish hamda o'rin egallaydi. Masalan, ekskursiyada 28 ta o'g'il bola va bir qancha qiz bola jo'natildi. Ular 2 ta avtobusga 25 tadan joylashtirildi. Nechta qiz bor? Masalamizni 2 usulda yechishimiz mumkin. Birinchi usul: oldin noma'lum qizlar sonini x deb belgilaymiz. O'g'il va qizlar soni 28 qo'shilgan x deymiz. Ikkinchi avtobusda ketganlar 28 ayrilgan 2 deymiz. 2 va 3 sonlarni tenglashtiramiz. 28 qo'shilgan x tenglik 25 ayrilgan 2. Ikkinchi usulimiz esa noma'lumlarni x bilan hisoblab boshlaymiz. O'g'il qizlar soni 28 ayrilgan x. Ularni 2 ta avtobusga ketganligi 28 qo'shilgan x, har bir avtobusda 25 tadan ketgan bo'lsa 28 qo'shilgan x bo'lingan 2, demak 25 tenglamamiz hosil bo'ladi. Eng qiyin vaziyat noma'lum to'g'ri o'rinda tenglama ishlatib tenglamani tuzishdir. Masalani yechishda chizma va jadvaldan foydalansak ham bo'ladi. Masalalar turli xil yo'llarda yechiladi. Xulosa qilib aytganda, shunday qilib boshlang'ich sinfda boshidan oxirigacha sonli tenglik va tengsizliklarni, o'zgaruvchilik tengsizlik, tenglamalarni o'qitish, tenglamalarni tuzish, masalalar yechish jarayoni, oddiydan murakkabga o'tish jarayoni tushuniladi. Tenglamalarni tuzish, yechish, masalalarni yechish 2-sinfdan boshlanadi. Ularni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, noma'lum komponentni topishga doir masalalarni ham 2-sinfda yechadilar.